Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoqdagi Doktor Family kanalining a'zolari. Mana bir necha oy davomida bizning klinikamizda SVF terapiyasi amalga oshirib kelinmoqda. Mana bizning respublikamizning deyarli barcha viloyatlaridan, qolaversa qo'shni davlatlardan, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlaridan bizning klinikamizga bemorlar tashrif buyurishyapti. Mana bugun SVF amaliyotiga olishimiz kerak bo'lgan bemorimiz Qirg'iziston Respublikasi O'zgan shahridan tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. O'zingizni tanishtiring, O'zgani qayerdan keldingiz? Familiya ismingiz? Men Ahmadaliyeva Minojatxon, O'zgan shahridan, o'zidan bo'laman. Sizlarga ko'pdan beri Doktor Family klinikasini Telegramdan kuzatib boraman. Bir necha bor kelib maslahatnoma olib ketganman sizdan. Keyin endi bu SVF nimasini chiqib qoldi reklamalar. Chiqib qoluvdi, men borib yana maslahat olaman. Agar menga mumkin bo'lsa, shu muolajani qilaman deb keldim. Doktor ko'rigidan o'tdim. MRTlar qildirib, qilsak bo'ladi, lecheniya qilamiz opa. Degdi, suyunib ketdim. Shu muolajani qilaman deb turibman, Xudo xolasa inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh Xudo xolasa mana bugun SVF amaliyotiga tayyorgarlik qilyapmiz. Mana bir necha daqiqalarga amaliyotni boshlaymiz. Opamizni diagnostik tekshiruvlar natijasida, laboratoriya tekshiruvlar natijasida biz tashxis qo'ydik. Ikki tomonlama son suyagi boshchasining aseptik nekrozi 2-3 darajasi. Bu tashxis bilan inshaalloh albatta SVF amaliyoti yaxshi natija beradi degan umiddamiz. Bo'lmasa qani bo'lmasa amaliyotga tayyorgarlik ko'ramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Mana hozir mana SVF amaliyoti jarayonini ikkinchi etapida turibmiz. Mana hozir biz bemordan olingan yog' hujayrasini sentrifuga orqali qayta ishlab, mana undagi o'zak hujayralarini qaytadan mana ikkinchi etap ishlov beryapmiz. Mana bizga asosiy mana katta assistentimiz Abduvalijon bizga katta yordam beryapti. Shuni borlariga shukr, katta rahmat. Xo'p, endi azizlar, bizga juda ko'p yana savollar bilan murojaat qilishadi. SVF amaliyotini qanaqa afzallik tomonlari bor? SVF amaliyotida afzallik tomonlari, birinchi afzallik tomonlari biz bemorning autogen mahsulotidan foydalanamiz. Ya'ni bemorning o'zidan olingan qondan, bemorning o'zining teri ostidan olingan yog'dan o'zak hujayrasini ajratib olgan holatda foydalanamiz. Bu birinchi afzallik tomoni. Va ikkinchi asosiy afzallik tomoni bu bemorda reabilitatsiya jarayoni. Ya'ni bemor qancha muddatda amaliyotdan so'ng uyiga javob beriladi yoki oyoqqa turib ketadi degan savol bilan javob berishadi. Bu hozir mana bugun agar bemoriga amaliyotni amalga oshiradigan bo'lsa, bu kishiga 1-2 kun mobaynida nazorat ostiga olinadi va bemorga ruxsat berishimiz mumkin. Va eng asosiy yana bizni hammamizni qiziqtiradigan narsa bu endoprotezlash amaliyotdan deyarli 7-8 barobar, 7-8 marta arzon amaliyot hisoblanadi. Natijasi bo'yicha endoprotezlash amaliyotida qolishmaydigan amaliyot hisoblanadi. Mana o'zak hujayrasi mana birinchi mana qavatidagi bemorning mana yog' qatlami bu va ikkinchi mana qavatidagi bu o'zak hujayrasi va eng pastidagi mana pushti rangdagi bu bemordagi qonuniy plazma qismi hisoblanadi. Bizga eng asosiy kerak bo'ladigan o'rta qismi bu o'zak hujayralari. Aynan mana shu o'zak hujayralari bemorga jo'natilgan son chanoq bo'g'imni yemilishi bo'ladigan son chanoq bo'g'imiga, tizza bo'g'imni bo'ladigan tizza bo'g'imiga, umurtqa pog'onasi bo'lsa umurtqa pog'onasiga jo'natiladi. Va bu yerda tog'aylarning qayta regeneratsiyasi, ya'ni tog'aylarning qayta jonlanish reaksiyasini amalga oshiradi. Bizni kuzatishda davom eting. Men mana bugun Namangan shahridagi Doktor Family klinikasiga kelib, SVF terapiyasini qildiryapman. Buni bizda Qirg'izistonda ortopedlar menga shu terapiyani aytgan edi, qildiring deb. Lekin istab topa olmadim Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Andijondan ham istadim, topmadim. Oxiri Namangandagi Doktor Family klinikasida qilinganini ko'rib, doktorlar bilan maslahat qilib aytsam, menda 3-bosqich
ko'ksartroz, asepticheskiy nekroz diagnozi qo'yilgan edi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz deyishdi. Allohga tavakkal qilib, mana SVF terapiyasini qilyapman. Og'riqsiz, doktorlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Meditsinaga ham rahmat. Shunchalik hamma kasalni davosini topib ishlab chiqarishibdi. Qo'rqmanglar, agar kimda ko'ksartroz, gonartroz bo'lsa, doktor Family'ga kelib SVF terapiyasini olishini taklif qilaman. Maslahat beraman. Og'riq yo'q, уже birinchi nimadan tugadi. Yo'q, og'riq bo'lardi avvali. Hozir og'riq yo'q. Shukr. Qani, qo'lni beraychi, turamiz. Bismillah. Yaxshimisiz? Yaxshi. Alhamdulillah. Kayfiyat yaxshimi? Rahmat. Sizlarga. SVF amaliyotini tugatdik. Hammasi yaxshi. O'z oyog'im bilan yurib ketyapman. Og'riqsiz, og'riqlar yo'q qoldi. Hammaga rahmat. Doktorlarga rahmat.